Faberlic kompaniyasidan mana shunaqa zubnoy щёткалari bor. Innovatsionniy. Mana shunaqa chiroyli qadoqda keladi. Bu mana zubnoy щётка ионами серебра. Buni ichida serebrosi bor. Zubnoy nitlari mana средняя жесткость. Bu degani o'rtacha shitinalari juda ham qattiq emas va yumshoq, слишком yumshoq ham emas, o'rtacha. Buni ichida mana nimasi bor. Kumush ichida ishlatilgan, serebro, kumush. Mana bu esa bizda silikonovая zubная щётка. Bu silikondan qilingan. Mana shu o'g'il bolalarga ham, qiz bolalarga ham mana ranglari har xil bor. Innovatsion, bu ham мягкий shitinkalari. Kim yoqtirmaydi, qattiq средняя жесткость tishlariga qonatvormaydi va nima qilmaydi. Mana новое решение в уходе за полостью rta. Mana effektivно очищает и зубы нежно массировать десна. Desnalarga ham qattiq, milklarga ham tegmaydi. Mana подходит для чувствительных зубов и десен. Силиконовая щетка. Не ранит и не царапает десны. Mana har xil bakteriyalar ham bunda ko'paymaydi. Размножение bakteriya deyapti bu yerda. Предотвращая заболеваемость полостью rta. Bakteriya ko'paytirilmaydi. Har 2-3 oy almashtirish kerak zubnoy щёткani. Buni hamma stomatologlar ham aytadi. Bu juda ham yaxshi. Silikonovoy esa nimalarni ham советовать qiladi stomatologlar. Потому что o'zim tish doktorini juda ko'p boraman. Har doim har 6 oyda чистка qildirtiraman, har xil protseduralar qildirtiraman, потому что bizni sog'ligimiz birinchi navbatda tishlarimiz mustahkamlash uchun juda ham kerak bo'ladi va har doim o'zimizni chiroyli tishlarimizga qarashimiz kerak. Hozir buni ochib, obzor qilib ko'rsataman. Mana hozir ochdim. Mana silikonovoy щёткani mana shunaqa bo'ladi. Qaranglar, qanaqa chiroyli. Qaranglar. Мягкий. Qattiq emas, ham milklarni qonatvormaydi. Mikroblar ham, bakteriyalar ham nima qilmaydi, qolmaydi bunaqa zubnoy щёткаlarda. Qaranglar, qanaqa chiroyli. Hozir esa endi keyin kumushdan qilingan zubnoy щёткаlarni ko'rsataman. Narxlari hamyonbop. Menda hozir aksiya ketyapti. Kim ikkita zakaz qilsa, Faberlic kompaniyasi bitta xohlagan rangingizdan, xohlagan nimangizni qo'shib beradi. Aksiyalarimiz zo'r. Narxlari ham hamyonbop. Mana qanaqa chiroyli. Hozir endi kumushligini ochib ko'rsataman. Mana buni hozir ochib, buni ham ko'rsataman. Innovatsionно спиралевидные щетинки. Mana effektivно очищает зуб от налета. Naletdan очищать qiladi, travмировать qilmaydi emalda va desnalarda. Особенно тонкий кончик щетинок легко проникает в труднодоступные места. Mana yaxshi проникать qiladi. Har xil mana teshik joylar, nimalarga ham yaxshi очищать qilib beradi, tozalab beradi. Kumushdan qilingan mana har xil shitinkalarda mana bakteriyalarning размножениясini yo'q bo'ladi. Не скользит в руке, удобно в использовании для чистки языка. Подушечкasi bor. Mana tilni tozalash uchun ham bunda на обратной стороне головки mana. Birinchi foydalanishdan oldin zubnoy щёткani suv bilan yuvib tashaladi. Iliq suv bilan. Не промывать кипятком. Qaynoq suv kerak emas, faqat iliq suvda. Тщательно промывать щеткой после каждого применения. Mana hozir mana срок годностьлari ham mana chiqargan, yozilgan. Har 2-3 oyda menять qilish kerak. Kimda keramika bo'lsa, vinir bo'lsa ham zo'r, juda ham zo'r bu. Hozir men ochib ko'rsataman. Mana ochdim hozir. Mana. Ko'ryapsizlarmi? Qanaqa chiroyli. Mana tilni orqasida bunaqa tilni tozalaydigan joyi bo'ladi buni. Mana qanaqa spiralevидный mana ichida kumushdan qilingan nima shitinkalari.
zo'r очищать qilib beradi. Ushaydigan joylari ham mana yumshoqqina, zo'r. Qo'lda yaxshi turadi mana. Zubnoy щётка judayam zo'r. Tavsiya beraman Faberlic kompaniyasini shu hamyonbop va качественный zubnoy щёткалariga. Menga judayam yoqdi.